Bugun 4 ta Gentra qo'yaman, 3 ta avtomat, bitta mexanika. Arzon narxda. 22. Malibu bar, Malibu rul, CC3 monitor, propan. Mana shu parokchasi kraskasi bor. 23 mexanika, 18 ming halol probekda, kraskasi top toza, benzinda yurgan. Kam yurgan mashinalar so'rayapsizlar, mana ketdi bunisi. Narxlarni o'zi oxirida aytib boraman. Juda shokolad narxlarda. 21 qora avtomat, bitta krilosda kraskasi bor, propani bor, toza idealniy mashincha. Bitta krilosda kraska. Oq 23 propani bor, tozagina mashincha, hamma joy idealniy. Narxlarni aytaman. Hammasi 5 million so'm bosh to'lovga chiqadi. 5 million so'm. 23imizda oylik to'lov 5 million so'm, 21imizdagi 4 million 200 ming so'm, 23imizdagi 4,5 million so'm, 22imizdagi ham 4,5 million so'm. Kelinglar, telefon nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Bundan arzoni yo'q. Arzonni bersa bilasizlar, choptanglar.